Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrlik ekran oldidagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar hammalariningki mushu vaqti va buningdagi vaqti xayrli bo'lsin. Men Londondan Abdulaziz Besh To'g'roq, yana ustoz Abdukarim Zohir apandi Omo Londonda fidoyi qarindoshimiz Gollandiyada shundoq bu birlikda sunib kelayotgan bu programmningki bugun 87-qismi. Bugungi qismimizda shu Ramazon monopol qilingan ibodatlarninki birisi bo'lgan Ramazon monopol qilingan Ramazon to'g'riliq ustozni bizga so'zlab berishni taklif qilamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari yaxshimi? Alo, ustoz yo'qolib ketdi-ku. Alo? Gapni olay oldimi? Alo yo'q-ku. Yo'q, men hali gap qilyaptim-ku. Bilishdi. Ya meniki uloqliq deymi? Yo'q. Ne bo'ldi-gina bu? O'zi? Ha. Qaytadan başlandım ya, bo'ldimi? Kirish qilib qo'ygan. Ovoz nemicha ketdi o'sanniki? Qayta Yangi tekrar. man. Ha, tamam. He. Hammalarning Ramazon ayi mübarek bo'lsin hammamizninki. Rahmat. 87-qismgacha davomlashtirib kelyapmiz. Qo'llab-quvvatlagan barliq qarindoshlarga rahmat aytamiz. Bugungi temamiz monopol qilingan ibodatlar bobidan monopol qilingan Ramazon. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvollari? Yaxshi, alhamdulillah. O'zlarim yaxshi, sayohatlardan bo'lib keldilar mana. Nima? Mushu monopol qilgan ibodatlar qismida uni Ramazon bo'lg'achqa alohida to'xtalishga to'g'ri keldi. Monopol qilgan Ramazon deb. Mushu Ramazonni 11 oyninki 12 oyning ichidagi eng no'chi oy, mushu oy qattiq ibodat qilsak,
Günahlarımız o yıldan bu yılgacha yuyuldu, o bu Kur'an'ı hatma qilish bunu demisem özleri billah bu. Yaşavatkan, yani biz İslam dep qo'shtirnoqcha yaşavatkan bu dinning ichida bular hamda nihoyatda cho'ng bir ibodat hisoblanadi. He. İbadetin türleri bekçek. Üzü yaxşı ibadet. Mesela Ramazan. Ama He. ne ki bu da acayip cek edem. Zaten saklaydı da şu Ramazan gelse bir günahlarımı yuvasam diyendekçi. Yani bunu qandaq emdi. Bu Ramazan esaqadan nimişimi Ramazan eyi bundaq bop qalaqlar. Biz qanday düşünüşümüz kerak? Şu to'g'riliq bir so'zlab berslar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Dunyoning ayqas joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Oldi bilan men shu Ramazonniki Qur'onda ko'rsatilgan shaklning o'zini bir bayon qilib o'tsam, Qur'onda uni alohida bir tunishtirgan bir yer bor yo'qligi haqidami bir ikki og'iz so'z qilsam, undan keyin an'anaviy islomda Ramazon qandoq o'zi tunishtirilgan va uningda qandoq o'z alohidaliklarni uning qo'shgan va insonlarni uningga nima uchun ko'p da'vat qilish umumlashganga o'xshash shunday masalalar ustida bir qo'l to'xtalishni niyat qildik. Oldi bilan bu Ramazon Qur'oni Karimda qandoq o'zi belgilangan degan vaqtda astag'izbillah Sura Baqarniki 83. ayeti 83. ayeti 83-84. ayetide Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Eyyamen ma'dudat femen kâne minkum meriden ev ala seferin fe iddetun min eyyamin ukhar. Diye şu ayetinin özü de ne degan vaqtida Ramazon tutush burunqi ummatlarga farz qilingan o'xshash sizlarga farz qilindi. Maqsad nima degan vaqtida la'allakum tattaqun. Sizlarning xatolikdan saqlanishinglar uchun. Ham bu yerdagi la'allakum tattaqun ikki xil ma'noga keladi. Ikki xil narsani ifodalaydi. Birisi la'allakum tattaqun degan sizning umidinglar xatolikdan saqlanish bo'lsa, ro'zini burunqi ummatlar tutqanga o'xshash, ya'ni Qur'oni Karimda qanday farz qilingan bo'lsa, shu bo'yicha tutinglar degan ma'no chiqadi. Yani bu yerda Qur'onda o'zi ro'za tutish atiganlik shu tong otgandan boshlab kun o'ltirg'ich oraliqda ro'za tutish farz qilingan. Unda Qur'onda alohida oyat bor. Atimus siyam ilal layl degan shu oyatning nemisida atiganlik tong otgandan boshlab kun o'ltirg'ichlik tamoq yeyishni jinsiy munosabat bir narsa ichish ishlarini o'zini to'xtatdi degan ashyoga qarata maxsus oyatlar bor. Demak bu ro'za tutish faqat keyingi ummatlarga emas, tarixda shu birinchi Adem alayhissalomdan tortib ro'za farz qilinganligini bilib olgan bo'ldi. Chunki Allohniki o'zi kitobi, ya'ni dini hech bir zaman hech bir payg'ambar zamonasida o'zgartirilgan emas. Qur'onda necha yer buning qarta oyatlar bor. Shuning uchun bu hamma ummatlarga farz qilinganga o'xshash sizlarga farz qilindi. Ayyamen ma'dudat, ya'ni sanoqli kunlar. Sanoqli kunlar deganning o'zi bir oy, 30 kun degan gap. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sizlardan safarda bo'lgan yoki og'rib qolgan odamlar bo'lsa, safardagi odam safardan qaytib kelgan vaqtda boshqa oylarda, og'rib qolgan odammi boshqa oylarda qancha kun tutolmagan bo'lsa, shuncha kun shuning qazosini qilsa bo'ladi. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davomli safarda bo'lgan. Ya'ni adolat ishi bor, uni tugasi madolat ishi bor, uni tugasi madolat ishi bor 15-20 kun. Ya bir ay 20 ay madolat turib, yana bir davlat turib, shunday o'z yil bo'yi safarda yurgan odamlar bo'lsa, u vaqtda o'zi qachon safardan muqimlashgan vaqtida uni tutishga bo'ladi. Endi mana bu og'riq odamlar degan vaqtda og'riq odamlar bir qismlari bir qancha kun yoki bir qancha hafta og'rib saqaydigan og'riqlar bor. U odamlar hamda saqaygan vaqtda tutadi.
Bir qism ağrıqlar var, məsələn, diabetə oxşaş, yəni yüksək diabet ağrıqları var. Ondan keyin yüksək qan besimi ağrıqları var. Aşındaq adamlar var endi. Bu adamlar bir kun, 2 kunda yoki bir yil saqaymaydı. Davamlı ağrıq besib turdu. O vaqtda o adamlar qachon saqaygıçılık. Özü o rozunu tutması bulur. Neçə il saqaymasa, neçə yılğa tutmasa heç günah olmaydı. Çünki Allah Taala bu yerdə siz ağrıq bolğan vaqtda tutmasanız boludu. Saqayğan vaqtda tutanlar degəndə ki, saqaymay şu ölüb ketib qalsın o adamniki gədindan o saqit boldu. Endi bu yerdə yana bir məsələ var ayollar haqqında. Ayollar muş odat ko'rgan vaqtda roz tutmasin boludu. Yani mush fiqh kitobida ash narsalar bor. Ayollar hayzdor vaqtida roz tutmaydi degan hukmlar var. Bu nihoyat xato ketgan hukmlar. Chunki rozga o pokiza bo'lish, yani tartibi bo'lish nima emas, farz emas. Chunki tarat faqat namoz o'qish uchun kerak bo'ladi. Ammo u odatning o'zi og'riq hisoblanmaydi bir tarafdan. Nima uchun degan vaqtda uning eti odat. Har oyda bo'lib turgan ish uni og'riq deb o'zi atamagandan keyin odat deb atagan bo'lg'achqa uni og'riq hisoblanmaydi. Endi bir qism ayollar 3 kun 4 kun o'z odat ko'rib bo'lgandan keyin u to'xtamay yana davomlashib qildigan ish bo'lsa, u vaqtda u og'riq hisobiga kiradi, u vaqtda tutmasi bo'ldi. Yoki bo'lmaydi ba'zanlar 2-3 kun shu odat kelgan vaqtdami nihoyat qattiq kirib balki 5 qaydigan shunday ishlar bo'lsa, u vaqtda u og'riq darajasiga yetadi, u vaqtda tutmasin bo'ldi. Bo'lmasa o'zi normal, ya'ni odat kelgan vaqtdami u ta'sir qilmay normal ketgan ish bo'lsa, u vaqtda u ayollar ro'za tutishga bo'ladi. Ya'ni ro'za tutish kerak mana shu vaqtda. Chunki uning eti og'riq emas, odat bo'lganligi uchun uning o'zi ro'za tutishni to'sib qolmaydi. Endi bu nima deb fiqh kitoblarda bir oilada qancha odam bo'lsa, shu odamning soni bo'yicha, ya'ni 5 bolasi odam bo'lsa, ota-onasi qo'shib 7 odam shuning qarta o'zi nima sarf fitr berdi deydigan mundaq bir qoida bor. Bu qoida Qur'oni Karimda yo'q. Ya'ni ro'za tutgan odamlar sarf fitr bermasin bo'ldi. Chunki sarf fitr deganning o'zi bu jazo, ya'ni ro'za tutmagan odamlarga berilgan, ro'za tutmagan odamlar o'taydigan jazo bo'lib hisoblanadi. Uning uchun bu ro'za tutgan turqlig'in, ya'ni o'zi ro'za tutib turib bir tarafdan, yana bir tarafdan o'zi u sarf fitr berish Allohniki amrini ijro qilib turib, yana jazo o'taganga o'xshash bir ish bo'ladi. Uning uchun bu yerdagi ro'za tutgan odamlar sarf fitr bermasin bo'ldi. Ikkinchisi, ro'za tutish yoshiga yetmagan 8-10 yosh, 11-12 yosh, 13 yosh shunday o'zi balog'atga yetmagan shunday bolalar bo'lsa, u vaqtda ularni o'zi ro'za tutish mukallafiga yetmaganligi uchun ularni o'zi sarf fitr o'tashga ehtiyoj yo'q degan gap. Shuning uchun bu sarf fitrning o'zini birinchi ro'za tutish imkoni, ro'za tutgan odamlar, ikkinchisi ro'za tutishga mukallaf bo'lmagan odamlar yoki og'riq odamlar u nimaning o'zini sarf fitrning o'zini bermasin bo'ldi. Yani ağrık sebebinden o adam tutanmadı. O vaqtda başka kunlar tutuası bo'ldi. Eğer ağrık saqaymay ölüp ketgan ish bo'lsa, o vaqtda o sarf fitr berishning hech qanday hojati yo'q. Endi qanday odam jazo o'taydi degan vaqtda va allazina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ro'za tutishga toqat qila oladigan, ya'ni hech qanday ro'za tutishga bir to'sal bo'lgan bir narsa yo'q. Ya og'riq emas o odam, yoki safar ustida emas. Bundaq bir odam normal endi. Hamma tarafdan normal bir saq salomat bir odamning o'zi ro'za tutmagan bo'lsa, u vaqtda qanday qil deganda fidyatun ta'am miskin. Har kunlik ro'za uchun bir miskinniki bir vaqt tomoq kelgidek tomog'ini beradi yoki olmaydi. Bir vaqt tomoq kelgidek pul versin bo'ldi. Ammo u
London'da 10 koy dep yazıdı bazen camilerde, bazılarda 15 koy dep yazdı. Çünkü aşı bir kaç tamak hem normalda baylar yayılgan tamak olmasın normalde 10 koyuk tamak olsa bolu bu yerde. Hem şu 10 koydan hesabılsa roza tutuşka kadir bola algan turuqluğun roz tutmagan bolsa o adam onun cezası süptüde her küllük rozniki cezası qarta bir miskinge bir vaqt tamaq ep berdi yoki bir vaqt tamaq kegidek pul versinmi bo'ladi. Fema tetevva khayran fehuve khayrullah. Endi o odamlar ortiq sadiq ihson qilma desa, u yaxshi ish bo'lib ketaverdi endi. O'zi roz tutgan, yana o'zi atrofidagilarga sadiq ihson qilgan bo'lsa, u texim yaxshi bo'ldi. Ama bu sadaqa ihsanını davamlıq roza aylarga yığıp elish. Yani davamlıq o'zi boshqa oylarda sadaqa ihson qilmay, roza oyiga yig'ib shu roza oyida qilma, zakotni roza oyida berma deyish butunlay o'zi xato. Chunki faqirlarniki ehtiyoj qachon o'zi ehtiyoj bo'lsa, shu vaqtda berish kerak uni o'zini. Rozaga qarta o'zi roza kirgan chog'da berma deb uni qarab turishga bo'lmaydi. Ve en tesumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer o'zi bilsanglar, ro'zani tutquninglar yaxshi. Ya'ni shu ro'zani tutishga taqat yetgan turg'un tutmay, halqi jazo o'tgandan tutqan texi yaxshi bo'ladi, dedi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda 30 kun ro'za tutish farz. Ham kimga degan vaqtda yuqori degandek og'ir emas, safar ustida emas odamlarga roz farz, og'riq safar ustida odamlar qancha kun tutamagan bo'lsa shuncha kunning o'zini boshqa kunlar tutuvasi bo'ladi, boshqa oylarda tutishga toqat yetgan odamlar tutmagan bo'lsa, u vaqtda har kunlik ro'za uchun bir miskinniki, ya'ni bir g'aribga bir vaqt tamoq yeb bersa yoki bir vaqt tamoq yegandek pul versa bo'ladi. Endi bu ro'zani nima uchun tutamiz? Degan vaqtda bunda ikki sabab bor. Birinchisi, burunqi ummatlarga ro'za farz qilingan o'xshash bizga ham shunday ro'za farz qilingan. Tarixdan buyon hamma o'zi ummatga ro'za farz qilingan ekan, shu qatorda bizga farz qilingan sababidan biz o ro'zani tutamiz. Ikkinchisi, shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas va bayyinatin minal huda vel furqan. Ya'ni shu Ramazon oyida Qur'on tushganligi uchun oxirisida o'zi o'sha oyatning oxirisida ala mahadakum va la'allakum tashkurun deb oxirlashidi Sura Baqarniki 185-oyatida. Alloh taolo bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob tushirib berganlikka biz shukr qilishimiz uchun ro'za tutamiz. Allah buni o'zini bizga nima qiladi endi. Ba'zan ro'zalar Qur'onda asosan jazo sifatida tutishga buriladi. Masalan, nimada o'zi hajda, haj faoliyatini yaxshi olib borolmagan odamlar o'zi haj vaqtida yoki haj vaqtida va hajdan keyin ro'za tutish 10 kun ro'za tutishga o'xshash shunday o'zi jazo o'sha yerda belgilangan. Yana ba'zilarida misol zihor deydi. Bu ziharning o'zidimi, ya'ni bir odam ayolni nimasiga o'zi onasiga o'xshatib qo'ygan bo'lsa yoki shunday bir xatolikni o'tkazgan bo'lsa, uni ro'za tutish yoki bo'lmaydi nimalqi sahvanlik bilan odam o'tirib qo'ygan bo'lsa, 2 oy ro'za tutishga o'xshash shunday o'zi jazolar Qur'oni Karimda belgilandi. Ammo asosan ro'za jazo sifatida Qur'oni Karimda ko'p yerda keladi. Ama şu Ramazan ayidagi ro'za tutadigan vaqtda Ramazan ayidagi ro'za Allohning insonlarga bir rahmat, insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bir kitob tushganlikka Alloh rahmat etish uchun o'zi tutadiganligi birinchidan, ikkinchidan o'zi burunqi ummatlarga farz qilingan bo'yicha farz qilinganligi uchun uning qarta tutadigan bu ikki sababning o'zini Qur'on bayon qiladi. Bir qism nəhayətə özünü təqva hesablaydigan aşındaq kişilər Ramazan ayında misal bir ay təhəccüd qıladigan, onundan keyin təhəccüdni qılıb ayol bilan o'zi munosabatni tamoman uzib
cinsiy munosabatlarni bundaq qildigan ishlarmi sufizmlarda biroz mavjud. Shuning uchun Alloh taolo mushu sura Baqarniki 187-oyatida uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum degan mushu oyatniki o'zida nima deydi degan vaqtda kunduz ro'za tutgan taqdirdami kechida ayolinglar bilan birga bo'lsanglar bo'ladi, bu sizlarga hech qanday gunoh bo'lmaydi deydi. Bu yerdagi taqvolik qildim deb hamma narsa o'z joyida bo'lishi kerak. Ro'zni kunduz tutamiz. Kunduzi kechida o'zi ayoli bilan o'zi jinsiy munosabat qilsa hech qanday xatolik bo'lmaydi deydi Alloh taolo. Ya'ni ro'zni tutadigan vaqtni Alloh taolo belgilab va kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyam ilal layl deydi. Bunun nima degan vaqtida ro'zni atiganlik tong oqqandan boshlab kun o'ltig'icha orliq tutib deydi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi degan vaqtida tong etishdan 1,5 soat burun yemeklerini to'xtatib kashg'acha qo'saq ichib ko'zlar chaqchib ketishga hech qanday hojat yo'q. Odatda shu nimaning o'zi bomdod namozining vaqti kirgan vaqtida ya'ni o'zi hali yo'riqlik paydo bo'lg'ichilik yeb ichsanglar bo'ladi deydi Qur'on. U vaqtda demakki tong otgan vaqtigachilik yeb ichib qilsak bo'ladi ekan. Undan keyin biz kun o'ltig'ichilik ro'zani tutsak shugarliq ro'za tutgan vaqt degan gap. Ama Türkiye'de bekletgen nima qiladi? Shu hozirgi vaqtda Londonda misol nimaning o'zini ataylik zoning o'zini yeyish nima yeb tutgandan 1,5 soat burun dakillarda shundaq tomoqni nima qilib bo'ladi. Unda bekletga yeyishga hech qanday hojat yo'q. Chunki nima qilgan vaqtda Alloh taolo belgilab bergan vaqtchilik yesak o'zimizni qiynamaymiz. Allohniki o'zi Qur'onda ko'rsatgan buyruqqa to'g'ri amal qilgan bo'lamiz. Yana birisi Ramazonda Qadr kechasi degan bir kechalar bor. Bu kechaning o'zida insonlar shu 20-chi yani Ramazonning 20-sidan keyingi tog' kechalarda bo'ladi deb qaraydi. Rivoyatlarda shunday bir narsalar yozilgan endi. Ammo Qur'oni Karimda Qadr surasining o'zida İnna anzalnahu fi laylatil qadr ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr hayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr degan mushu suraning o'zida Qadr kechasi Qur'oni Karimni tushirishga boshlagan kechasi ekanligining o'zini bayon qildi. Ham qadr degan nima degan vaqtida qadr deganni insonniki ish harakatlarini, so'z harakatlarini o'zini o'lchamga soladigan bir kitob tushgan kechasi degan bo'ldi. Kitob tushishga boshlagan kecha. Yani Qur'on insonlarning so'zi, aqidasi va harakatlarining o'zini mezonga soladigan, o'lchamga soladigan. Qasi o'lchamga tushgan vaqtda u qandoq so'z turkumiga kiradi. Yaxshi so'z turkumiga kiramdi yoki yomon so'z turkumiga kiramdi. Qaysi harakat, qaysi o'lchamga to'shgan vaqtida u yomon ish o'lchamiga to'shidi, kirib qoladi yoki bo'lmaydi yaxshi ish o'lchamiga kiradi. Buni o'z o'lchamlashtiradigan shunday bir kitob tushgan bir kechaning o'zini bayon qiladi. U kechani Alloh taolo bizga tushuntirib Laylatul qadri hayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshi. Ya'ni 1000 oy deganning o'zi 83 yil necha oyga to'g'ri keldi ekan endi. Demak bu nima degan bo'ldi degan vaqtda 83 yil qancha oy deganni bir odamning umri degan gap ham uzunroq, hali uzun umr ko'rgan odamniki umriga to'g'ri keldi. Qur'oni Karimni ashundaq o'zi bir odam bir umr izdansimi topolmagan darajadagi insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob ekanligini, uning uchun bu kitobning o'zini yani Qur'onniki Qur'onni qadrlash va Qur'on ko'rsatgan yo'lda menishlik nihoyat zarur ekanligini bayon qildi.
Nurg'un kishilar shu kechiniki ulug' bir kecha ekanligini tushunadi. Ammo u kechiniki, u Ramazon oyiniki hech qanday boshqa oylardan farqi yo'q. Qur'onda u oylarniki, u kechiniki nihoyat farqli, bak ulug' bir kecha deb bayon qilgan bir narsa yo'q. Lekin bu yerda ming oydan yaxshi u kecha deganning o'zi nimani bildirsa, u kecha emas, asli u kecha tushgan Qur'onni ko'rsatyapti bu yerda. Anzalnahu fi laylatil qadr degan, anzalna degandiki nima, huniki zamir navab desa, u Qur'on. Demek Kur'an o kadar öz kıymetlik, o kadar öz qadr qimmatli shunday bir kitobki, insonniki har ishida ma ishni ma darajaga olib borsang bu gunoh bo'ladi, ma ishni ma darajaga, ma o'lchamga olib borsang u savob bo'ladi deb insonga yo'l ko'rsatgan shunday bir nihoyat qimmatli bir kitob ekanligini bayon qildi. Bo'lmasa har kecha o'zi 365 kunning ichida 365 kecha bo'ladi. Ama onu hech qanday hech birisi bir yan birisining farqli bir narsa yo'q. Ammo farqli narsa nima degan vaqtda u kechini ulug' qilgan narsa Qur'on degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan kitobning o'zini tushungan kecha o'g'ashqa u kechidagi ulug' narsa kecha bo'lmasdan Qur'on ekanligini tushunib olishimiz lozim. Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr deganning o'zi shu kechida malaiklar, ruhlar Rabbiniki izni bilan emirlarni olib tushadi. Emir deganning o'zi nima degan vaqtida Qur'oni Karimning ichidagi buyruqlar, ani qilinglar, mani qilmanglar, mani qilsanglar gunoh bo'ladi, ani qilsanglar savob bo'ladi degan o'zi buyruqlarni olib tushadi deganning o'zi, ya'ni olib tushishga boshlagan bir kecha. Yani Kur'an-ı Kerim tushishga boshlagan bir kecha. Salamun hiya hatta matla'il fajr deganning o'zi hamda bu bir tilak, orzu hamma odamga, balki bizda bir yaxshi bir ishi bo'lsa, muborak bo'lsin degandek bir so'zni ko'rsatdi. Tong otqichlik shundoq o'zi insonlarga nihoyatda yaxshi bir kitob tushganligi uchun muborak bo'lsin degan bir so'z hamdi. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz Ramazon oyi ulug' oy deydigan bundaq bir o'zi so'zlar nihoyat ko'p. Ramazon oyi ulug' oy emas, Qur'oni Karimni ko'rsatish bo'yicha Ramazonda qilingan ibodat, ya'ni Ramazon qilingan o'zi Allohniki buyrug'iniki ijroati ulug' degan gap. Ya'ni bu yerga Allohning buyrug'i nima degan vaqtda Kutiba alaykumus siyam. Sizlarga ro'za tutish farz qilindi degandan keyin shu farz bo'lgan ro'zani tutish bu Allohning buyrug'ini ijro qilganlik bo'ladi. Allohning buyrug'i bu yerdagi narsa nima desa ulug' narsa bu. Ya'ni Ramazon oyi bo'lmasdan Ramazon oyida ijro qilingan Allohning buyrug'i ulug'. Ya'ni qadr kechasida deymiz, qadr kechasi emas ulug' narsa. Qadr kechasida tushirilgan nima? Qur'oni Karim. İnsanlara yetakchi bo'lgan Qur'oni Karimniki ulug'lig'ining o'zini bayon qildi. Yana Ramazon yuqoriga o'xshash, yuqori deyilgandek, uniki tutish orliq, ya'ni kun nimqondan boshlab, tong otgandan boshlab kun o'ltirg'uchilik orliqda ro'za tutgan odamlar musofir bo'lmasligi, og'riq bo'lmasligi lozimligi bayon qilindi. Agar o'zi saq salomat turib tutmagan bo'lsa, uning jazo o'tash yuqorida so'zlanib o'tdi. Ayollar masalasini so'zlanib o'tdi. Ayollar normal ahvolda yana odat kelgan bo'lsa, shu Ramazon oyida u vaqtda o'zi og'riq his qilmasa, ya'ni 5 qaydigan darajada bunda holat bo'lmasa, ro'za tutish kerak. Chunki buning xalqi uniki hayzi hech qanday to'salg'i bo'lmaydi. Endi bu an'anaviy islomdachi, an'anaviy islomda ro'za haqida nimalar bor degan vaqtda, ya'ni mana oxirsida Payg'ambar alayhissalomning zamonasidami bu ro'za u qadar gavdalantirilib, bu ro'za kirdi. Ham bu degan 12 oyning sultoni. Bu oy degan mandaq qilish kerak, andaq qilish kerak deb balki show yapgan mundaq ishlar aslo mavjud bo'lmagan. Tarixda shu
tarix tabiri deymiz, Nurun tarixi va İbn İshaq oyunda tarixini köse, hiç kandak şu nemlik Peygamber Aleyhisselam'ın zamanlarında ve sahabeların zamanlarında bunda bir işler olmagan. Nima uchun degan vaqtda bu ro'zani namozga o'xshash bir ibodat deb lekin tushungan. Faqatla ro'za oyida, ro'za kirgan, Ramazon kirgan oyning o'zida shu ro'za tutishdan iborat bir ibodatni o'zini ortiq qilishdan iborat bu ish ijro qilingan. Voy ro'zaga o'z tayyorlik qilamiz. Voy ro'zada iftor beramiz. Voy ro'za deganning o'zi Qur'on o'qiymiz. Ro'za nafl namoz o'qiymiz, tarovih o'qiymiz, zikr tasbihni jiq aytamiz. Deydigan kirjush yaqinmagan ish bir zaman. Zikr tasbih aytish, u xayr ihson qilish ishlaringizni hammasini her doim, ya'ni insonlarning gardida bo'lgan bir ish bo'lganligi uchun har doim bir g'ayr musofirni ko'rgan vaqtda xayr ihson qiladigan Alloh taoloning zikr tasbih degandan ya'ni Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi o'z buyruqlarini davomli esda saqlash ishlarida aktiv bo'lgan Peygamber Aleyhisselam zamanlarında. Ama Peygamber Aleyhisselam'dan keyin, yani 100 yıl ya 70-80 yıl şu Umeyye Sülalelerinin ahirki vaktlarında uydurulgan şu rivayetlerinin sebebinden bu nimelde rozda teravih okuş adette. Kur'an-ı Kerim teravih okuşa hakkında hiç kandak rivayet yok. Peygamber Aleyhisselam zamanında asla teravih okumayan Peygamber Aleyhisselam Ebu Bekir'in zamanında okumayan ama Umar'ın zamanında kelgan çağda Umar muşu teravih okuşka bir adam imam qilib, muşun özüne yol qo'ygan degan muşundaq bir rivayet var. Hem bu Umarga o'xshash Allah'ın diniga o kadar bağlangan bir insanın özü Allah farz qilmagan, Allah buyurmagan bir ishning o'zini qilganlikqa hech kim ishonmaydi endi. Demek ki bu yerdagi masala nima degan vaqtda shu sahobalarga qartib turib, bu dinning o'zini ilm dini, adalet dini, baraberlik dininin özünü apırıp ibadet diniga aylandırgan misal. Aylandırış için bunun özünde ro'zni maqtash, ro'z tutgan adamlarniki udullar cennet kirdiganligi hattoki shunday bir rivoyatlar var. Estomuli ve ana ajzi bihi deydigan bir rivoyat var. Ro'za mening uchun tutildi, uniki o'z ajrisini faqatla malla berma. Qolganlarnikini emtahun sen berib qo'y, semtahun sen berib qo'y deb Alloh taolo boshqadan buyruq qo'yib, ro'zaga kelgan chog'da yuz bergan bunday bir qoida bor deb, shunday bir rivoyatlar bor. Bu nihoyat xato ham uydurma bir rivoyatlar. Ondan keyin ro'zada Arablarniki bir qism odatlari, bir qism o'zi ibadetga ibadeti gavdalantirish uchun bir qism odatlar o'zi kirib kelgan. Masalan, tamoq, xorma yeyish, zamzam suvi ichishga o'xshash shunday narsalar hammasi ro'zniki bir ro'z tutgan odamlar zamzam bilan xorma bilan iftor qilsa savob bo'lganligi, boshqa iftor qilishning sunnat ekanligi to'g'riliq shunday rivoyatlar to'qib chiqqan. Bularning hammasi nima degan vaqtda Arablarniki şu xo'misini sotamagan xo'millarning o'zini pul qilish uchun to'qgan bir rivoyatlardi. Arablarga pul tep berish uchun qilgan narsa. Hozir men Londonda 1 litr zamzamning o'zini 5 sterlindan sotadi. Shu turklar 5 litrdan ashta qashlab qo'yiqliq Ramazon bo'yicha mushni ichang deb qilgan narsalar. Ashning o'zini hamda 5 litrning o'zini 25 sterlindan setqiliq. O zamzam suyumu yoki boshqa narsani onu bilmaymiz. Gerçi zamzam bo'lgan taqdirdami? Uniki boshqa suvlardan hech qanday o'z farqi yo'q. Alloh taolo zamzamning o'zini alayda yaratdim. Ashning o'zida Ramazonda iftor qilsanglar savob jiq bo'ldi degan yoki Payg'ambar alayhisolamniki shunday o'z qilganlik to'g'riliq hech qanday bir o'zi nimasi yo'q. Rivoyat mi yo'q? Chunki Payg'ambar alayhisolam Makkadan Madinaga 10 yil yashash jarayonida Zemzem'de ekranlama Ramazan'da zemzem içeri degan bir yer yok. Ya Peygamber Aleyhisselam Mekke'ni fetih qilgan vaqtida mı zemzemni elib olayli. Medine olgan chog'da şu Ramazan'da iftorda ichamiz deb evagan to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q.
Peygamber Aleyhisselam etrafındaki meyvelerini, etrafındaki sularının hemmisini okşaş hesaplıgan, hemmisi Allah Teala yaratkan su, hemmisi Allah Teala yaratkan meyveler, onuki hiç birisi yani birisinin yukarı tövenligi yok degan qatarda amal qilib kelgan. Shuning uchun bu yerda o'zimizga jafo silib, o qimmat narsalarni elib bir qism iqtisod qilayotgan insonlarimiz bor. O narsani elib, o jafo tortganning o'rniga vatanimizdan chiqirga bemanchi jigitlarni chiqib qo'yib Turkiyaning o'zida shu jigitlarni olib qo'yib, shu jigitlarni nima qilsak, ittifoq qilsakmi, nihoyat yaxshi bo'ladi. Chunki o'zimizning vatandan chiqqan narsalar bo'lgandan keyin uni ham go'zal bo'ldi. Yana boy deganga o'xshash bu tarovih namoz. Ya'ni har o'zi oqshimi bizda 20 rakat tarovih namozi o'qish deydigan bir narsa bor. Chunki 20 rakatning o'zida har rakatda bir bet Qur'on o'qib, 20 rakatda bir par Qur'on o'qishni maqsad qilgan uchun shunday o'rinlashtirgan bir ish. Mushuni o'zini odatga aylantirib olgan. Ammo bu aslo Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin zamanında, yani Ebu Bekir'lerinki zamanında boğan emas. Umar'ın zamanında boğan diyen gap mi? Hem mesela asas yok bir gaplarında. Onundakin bu ayda zakat vermek sevap boludu. Sadak fitrinin özünü kançı köp verse şunca sevap boludu dergan narsalarni sevaplı bazağa septirip zakat çıkargan işler var. Bunu hazırkı vaqtida mollalarniki o'miz keldi deymiz. O'murdigan vaqti, shu vaqtda nihoyatda jiq odamlarning sadaqa fitrlarini elib, zakotlarni yig'ib, uningdan o'zi bir yil yeydigan narsalarni yig'ib oladi mollalar. Bu zakotning o'zini davlatniki o'zi bir yerda ishlayotgan yoki har qanday bir ishni ishlayotgan insonlar nima bergan bo'lsa, shu davlatga boj bergan bo'lsa, zakot berishga hech qanday hojat yo'q. Yani zakat, İslam'da gösterilen zakat hazırlık zamandaki baş hesaplandı. O devlet, kandak bir devlet oluştu katınızlar. Kandak bir tüzümdeki devlet oluştu katınızlar. Onun biz başını töredikemiz o vaxtda yani ayrım zakat verişki hiç kandak hacet yok. O mollaniki zakat ayrım, baş ayrım, zakat ayrım diyen gibi hemmesi asas yok gepler. Peygamber Aleyhisselam zamanında devletke zakatni yıqqandan keyin yana qolgan mollaning o'zini bu zakat degan ayrım yig'iladi. Sizlar ayrım yig'ibinglar degan to'g'riliq hech qanday o'zi yo'l qo'ygan emas. Payg'ambar alayhisalom hokimiyat 5 yil bo'lgandan keyin butun zakatni yig'ib, hukumatniki ishlarga ishlatgan, fiqirlarniki masalan ota-onasi yo'q yetim bolalarga yoki to'lqutullarga yordam beradigan, davlatniki ma'murlarga yordam beradigan nimalqi maaşını berdigan ashundaq ishlarning o'ziga ishlatgan. Yani hozirmi shu bojni o'zida bojni hukumat ashundaq yerga ishlatdi. Yani hukumatniki doktorxona deymiz, maktab deymiz, yo'l deymiz, misol harbiy o'rinlar deymiz. Undan keyin o'zi ma'mur xodimlarga maaş qilib shu nimadan bojdan berdi. Bo'lmasa o davlat o'rtirolmaydi. Shuning uchun davlatga boj bergan odamlarga zakot berishga hech qanday hojat yo'q. Hem de baş veremedik derece olsa o vaxtda o zakat vermemizin, baş vermemizin boludu hükümet onu başlık götürüp atkandıkken demek ki zakat gelmeydiği adamı diyen gibi bu. Zakat yüzünü aşka vaxtda verildiğin neyse. Şoňa bir kısım öz menfaatini çoğaltıp bu aylarda zakat versin ait katlı sevap bolduğanlygyny bazarga sep turup kişilerin pul yığıp atkan adamlarga aldanmaslyk lazım. Onundan keyin Ramazan ayında kılıngan ibadetler, meyli zakat olsun, sadaqa fitr olsun, namaz olsun, zikir tesbih olsun, bular nahayet muş ayda kılganlygy üçün nahayet köp sevap boludu. Dep kişiler bundaq özü bu geplerni nahayet jiq qılıp hazır torlarda yığıp ketdi bu. Bunun özü hiç qandaq asası yok yani. Qandaq ayda bolsun, 12 ayının özü hemmesi Allah Taala'nınki eyi, Allah Taala özü kainatqa bekitken aylar.
Ama o aylarning ichida "Avu alamat o'zi ulug' oy, mavu ulug' oy emas" deb qarash, o aylarning ichida farq paydo qilish va Allohning oylariniki ulug' va ulug' emas oylarga bo'lish Allohning oylarini bunday qilib nimaga keltirdi. Uning uchun bu yerda bütün aylar hammasi Allohning oyi, Alloh yaratgan oy. Hiç bir ay yan bir aydan ulug' yoki bir ay yan bir aydan töven bundaq narsa yo'q. Har qanday ayda xolis niyatimiz bilan kishilarga sadaq ihson qilsak yoki bo'lmaydi o'zimizniki zikr tasbihlarning o'zini namozlarimizni o'qisak o'xshash savob bo'laverdi. Yana biri mush oylarda yana o'zi umr haj qilgan ishlarni aytib ko'p bizda. Yani herhangi bir kısa o rozun aşağı tutup şu Kabe'nin etrafında namaz okup zikir tesbih etse cık sevap bulduğu hakkında nurgulluğa rivayetler, nurgulluğa hikayeler mevcut. Bunun hiç kandak asası yok. Çünkü namaz ne? Meyli özü Suudi Arabistan'ın kandak yerde okusun, Mekke'nin içinde okusun, Kabe'nin içinde okusun hiç kandak farkı yok. Peygamber Aleyhisselam mescide okundu, Kabe'nin içinde okundu, sırtı okuşu ayrı kalsın. Ya ki Amerika'da okundu, Avrupa'da okundu. 2 rekat namazın sevabı Allah'ın nezarında 2 rekat namazı verildiğin sevap verildi. Asla özü falan yerde okupsa da oturup onunla artık sevap verildiğin bir kaide yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Kur'an'da فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerreçilik yaxşı işini kılgan bolsa, onunki sevabını şunu layık halette kördü o insan. Yani zerreçilik yaxşılıkның özünde Kabe'de yoki Mekke'de kılsa, onun cık sevap verme. Başka yerde kılsa, kichkina sevap verme degan to'g'riliq Qur'onda hech qanday bir ibora yo'q. Shuning uchun Allohga hech qanday bir ziminniki farqi yo'q. Yani Arabning tuprog'i nihoyat ulug', boshqa tuproqlar ikkinchi qo'l bundaq bir tuproq mavjud emas. Hammasi Allohning nazarida o'xshash hisoblanadi. Aslo o'zi bir-biridan farqi yo'q. Shuning uchun bu yerda ularniki gapiga oldinish hech qanday hojat yo'q. Qur'oni Karimda undaq farq aslo mavjud emas. Uni inson